27-iyun Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Toshkent viloyati kengashida ma'naviy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Hozirgi lavha shu haqda. Axborotlar oqimi tezkor va doimiy o'zgaruvchan bo'lgan bir davrda jurnalistlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklatilgan. Boisi voqealikni aniq, shaffof, xolisona yetkazishda ayni soha vakillarining ahamiyati beqiyos. Bo'lib o'tgan mazkur tadbirda qator tele va radio kanallar, gazeta va jurnallar muxbirlari ishtirok etishdi. Shuningdek, viloyat hokimligi matbuot xizmatida faoliyat olib borayotgan soha vakillari qatnashdilar. Bo'lib o'tgan davra suhbatida bugungi kun jurnalistikasi, so'z erkinligi kabi mavzularda fikr va mulohazalar bildirildi. Toshkent viloyatining faol ijodkorlari, jurnalistlari e'tirof etildi. Bu albatta o'ylaymanki, jurnalistlarimiz uchun juda ham katta oldinda intilishlari uchun motivatsiya bo'ladi, chunki hali ko'tarilmagan mavzularni ham biz olib chiqamiz, yoritamiz, Toshkent viloyatini eng ilg'or ijodkorlardan bo'lishga harakat qilamiz deb o'ylayman va o'ylaymanki, hozirgi kunda Toshkent viloyati nafaqat mana shu o'zini ijodkorligi, mana shu olib chiqayotgan mavzular tomonidan, balki o'ziga xos bo'lgan, yoritilayotgan mana shu mavzulari ajralib turibdi deb o'ylayman. Ijodkorlarimiz respublikadagi eng ilg'or ijodkorlardan biri bo'lib qoladi. Bugungi e'tirof uchun, e'tibor uchun hammaga tashakkur. Ma'lumot uchun bugungi kunda Toshkent viloyatida 48 nomda bosma ommaviy axborot vositasi, 25 nomdagi viloyat, tuman va shahar hokimliklari muassisligidagi gazetalar faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, viloyatda 2000 nafardan ziyod turli yo'nalishlarda ijod qiluvchi jurnalist va blogerlar borligini soha xodimlari ta'kidlab o'tdilar. Tadbir yakunida matbuot sohasida samarali mehnat qilib kelayotgan bir guruh ijodkorlar O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Toshkent viloyati kengashining tashakkurnomalari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Bunday e'tirof soha vakillarining mehnatini qadrlash, ularni yanada ilhomlantirishga xizmat qiladi.